Mana bugun biz Farg'ona viloyatiga quyosh o'tirik tizimlarini o'rnatish bo'yicha master class treningni olib borish uchun keldik. Bu yerda biz quyosh o'tirik tizimlarini loyihalash, ularni hisob-kitob qilish va to'g'ri o'rnatish bo'yicha ushbu sohadagi mutaxassislarga trening olib boramiz. Ma'lumot bo'ladi va undan keyin Oybek akaning o'zlari hozirgi kunda o'rnatilayotgan stansiyalarda narxlari qanaqa, oylik daromad qancha topsa bo'ladi, shunga o'xshagan C type ulanish, C shape ulanish. Hozir bu ikkalasini bir-biridan farqini ko'rsatib beraman. Qaranglar. Bu holatda panelda yuvayotganingizda panelda harorati bilan suvda harorati 10 gradusdan farq qilmas kerak. Ya'ni bu degani qizigan paytda panelda yuvib bo'lmaydi degani. Qanaqa ulanishi sizlar bittasini plus keyingisini minus keyingisini plusiga ulanib ketadi. Buni hamma biladi, ustunchilar. Endi optimizer orqali uladigan bo'lsangiz, mana ko'rasiz, panelda soylangan panel plus minus inputga kiradida uni yoki 5 ta tomonga. Endi u panel unaqa tomga 3 tadan qo'ysangiz, hamma tomoniga 12 ta panel sig'adi. 3 tadan har birini bittadan string nima qila olmaysiz. Hammasini bir-biriga ulab qo'ysangiz, bu tomonda quyosh bo'lsa, bu tomonda yo'q. Nimamizda praktikamizda hozir hali bundan optimizerda ishlatganimiz yo'qda. Lekin bizga kelib bir stansiyalarda o'rnatishni boshlamam Toshkentda. Hozirda xavfsizlik, hamma panel alohida uzib qo'yiladi. Ikkinchisi, bitta stringga ko'proq panelda ulash. Uchinchisi, soylanganda soylanish ta'sirini kamaytirish. Tushunarlimi? To'g'ri, lekin mana quyosh tasavvur qiling, meni joyida bo'lganda, mana bu stansiya ishlayapti-da, mana stansiya tushunish uchun bu 5 kW stansiya, mana deylik 5 kW stansiya. Общий 10 kW bo'lishi kerak. Tok bo'yicha bor, kuchlanish bo'yicha bor. Tok bo'yicha ta'siri deyarli juda kam. Kuchlanishiga nisbatan adashmasam 4-5 barobar kamroq o'zgaradi. Deyarli o'zgarmaydi tok. Shuning uchun haroratda o'zgarish. Mana aytayapmiz, inverter, mana bu inverter aytayaptiki 200 voltdan 1000 voltgacha ishlayveraman deyapti. Sababi bizda panellar orasini to'g'ri hisoblamaslik. Ya'ni panellar soylanib qoladi. Panel soylanib qolsa, bitta soylansa, tok kuchi o'shaniki tushib ketadi. Mana hozir xalqaro talablarga, mahalliy talablar bor bo'lsa, mahalliy talablarga orqali o'rnatish kerak. Mahalliy talab bo'lmasa beriladi, shunga o'xshagan. Unikini bitta ko'rishing kerak. Keyin ko'chib ketishi, agar topishib qolmasa, ko'chib ketishi. Quvvatni o'zgartirmaydi. Tok kuchi 8 amper, tok kuchi 4 amper ushlanadi. Bitta guruhda 20 ta gruppa bo'lsa, bittasini toki tushib ketsa, 20 tani tushib ketadi. Bu eng ko'p muammolardan bittasi bo'ladi. Mana shuncha panelda oralig'ini hisoblayotganda shu formula bor. Endi to'g'risi ko'pchilik formula ishlatmaydi, lekin baribir bilib olish kerak hamma. Formulada 3 ta narsa bor xolos. Birinchisi, mana bu yerdagi funksiyasi qarshiligi yuqori. U asoslab ko'rsatib berilgan hamma narsa. Hozir yana bir qator tushuntiraman ularni. Masalan, sal kechroq tugaydi. Juda katta yordam bermaydi, lekin ozgina bo'lganda ham bu ham qo'shimcha yordam beradi. Ikkinchisi, panelning ustida kontakt bo'lsa ham plus minusga ketma-ket bo'lib ulanib ketadi. Tevadagi kontakt pastdagi kontakt zip bo'lib ulanadi. Bularda plus kontakt ham minus kontakt ham orqada bo'lgani uchun tekis ulanadi. Shuni hisobiga mana oshib boradi. Bunchi kompaniyasi mana panelda o'lchami o'sha saqlangan holda, ya'ni panelda yuzasini kattalashtirilmagan holatda panelda chiqish quvvatini 900 wattgacha chiqarish 25 mmlik do'ldan himoyalangan ekan. Shu himoya bo'yicha sertifikatlangan. Endi mabodo agarda o'sha 20 gradus burilganda 1% atrofida, ya'ni g'arbga 20 gradus burib qo'ydim yoki sharqqa 20 gradus burib qo'ydim. Uchinchi holatda ham 20 gradusga burib qo'ydim, ham burchagini 20 ga tushirib qo'ydim. Shunda 2,5-3% yillik yo'qotish bo'lyapti xolos. Ya'ni bu juda ham katta narsa emas. Demoqchiman. Shu ko'rsatib bermoqchiman. Shunaqa analitika qilib ketsa bo'ladi. Endi qaranglarda, eng katta muammo panelda, inverterda emas, O'zbekistonda. Longi